Amakijon, tezroq keling. Adam yana ichib keldilar. Oyimni urvatdilar, iltimos. Biz ukam bilan qo'rqib yotibmiz. Assalomu alaykum. Javlon. Aka, yaxshimisiz? Yaxshimisan? Sog'lik yaxshimi? O'zing tinchmisan? Rahmat aka, yaxshi. Aka, iltimos boshqa ichmang. Kenayimni xafa bo'lyapti. Buni ustiga jiyanlarim ham... Menga qara. O'zim bilaman. Tushundingmi? Yo'q, bilasiz aka. Aql o'rgatmagan sen faol. Shu ichkilikdir deb ishingizdan ham ayrildingiz. Jon aka, ichkilik tashlang iltimos. Ichmang. Ovqating bormi? Hozir tayyor bo'lib qoldi. Hozir sovuq. Qachon tayyor bo'lgan seni ovqating, ha? Qachon tayyor bo'lgan? O'z vaqtida tayyor bo'lgan.